Bugungi videomizda Tom va Ben haqida gaplashamiz. Keling, gapni cho'zmayman-da, savollarga tezligiga o'taman. Tom va Ben haqiqatan ham bizni kuzatishganmi? Ikkinchisi, Tom va Ben telefonimizdagi ma'lumotlarni yig'ganmi? Uchinchisi, bu o'yin nega birdan yo'qoldi? Keling, shu savollarga javob topamiz. Qani, unda boshladik. Agar sizda loyiha bor-u, lekin uni hech kim ko'rmayotgan bo'lsa, ayb sizda emas, balki marketingda. Men bu yerda o'yinlarni yaxshi ko'radigan real auditoriyaga sifatli reklama joylashtirishni taklif qilaman. O'z brendingizni yoki YouTube kanalingizni reklama qildirmoqchi bo'lsangiz, kommentariyadagi link ustiga bosing va Telegram kanaliga o'tasiz. U yerda o'yinlar tarixi promo kodidan foydalansangiz 30% chegirmadan foydalangan bo'lasiz. Chegirma faqat 48 soat amal qiladi. Tezda shoshilib qoling. Birinchi savolga ham javob beramiz. Birinchi savolimiz o'zi qanday edi? Talking Tom va Ben haqiqatan ham bizni kuzatishganmi? Bu savolga aniq va qisqa javob berishga harakat qilaman. Javob esa yo'q. Ular bizni haqiqatan ham jonli kuzata olishmagan. Lekin odamlar orasida bu savol o'zidan o'zi paydo bo'lmagan. O'yinda mikrofonga ruxsat olish uchun bizda sozlamalardan chiqar edi sozlama. Va biz unga ruxsat bersak, o'yin bizning ovozimizni qaytarar edi. Lekin ba'zi versiyalarda esa kameraga ham ruxsat olingan. Odamlar orasida bu narsa, bu o'yin bizni kuzatadi. Ko'pchilik bu o'yinni shu gaplardan keyin o'chirib ham tashlagan. Lekin ayrim odamlar yozishicha, kameraga ruxsat bu animatsiya uchun deb aytiladi. Kuzatish uchun emas, albatta animatsiya uchun, lekin animatsiya nimaga kerak? Kamerasiz animatsiya bo'lmaydimi degan ham savollar bor. Bu savollarga aniq kimdir javob bera olmagan, shuning uchun biz ham aniq bir nima deya olmaymiz. Ikkinchi savolga o'taveramiz. Ikkinchi savol. Ikkinchi savolga ham o'tamiz. Ikkinchi savolimiz Tom va Ben o'yini telefonimizdagi ma'lumotlarni yig'ganmi? Bu savolga javoban ha, lekin maxfiy tarzda. Ular qanday qilib bizni telefonimizdagi ma'lumotlarni olgan? Qurilma modeli, masalan, siz telefoningiz iPhone 11 yoki Android, Redmi qaysi bo'lishidan qat'iy nazar u telefoningizni modelini bila olgan. Ikkinchisi joylashuv. Taxminan, masalan, siz O'zbekistondan turib o'ynagan bo'lsangiz yoki Amerika, fashion farqi yo'q, qaysi davlatdan turib o'ynagan bo'lsangiz, uni bilgan. Qaysi joylar bosilgan, ya'ni o'yindagi tugmalar bosilgan joylarini ham bilgan. Reklama ko'rsatish uchun statistikalar ma'lumotlari, ular faqat bir narsa maxfiy ma'lumotlarni olmagan. Kamera orqali yozib olmagan, ovozlar saqlanmagan, video serverlarga yuborilmagan. Lekin odamlar o'rtasida qanaqadir mish-mish paydo bo'lgan. Ular ovozimizni yozib olishadi yoki kamera orqali bizni kuzatib turishadi. Bu aniq tasdiqlanmagan, lekin shunaqa gap so'zlar yurgan. Uchinchi savol. Uchinchi savolga ham yetib keldik. Bu o'yin nega birdaniga yo'qolib qoldi? Ya'ni odamlar unutib yuborishdi. Sizlar uchun 4 ta asosiy sabablarni topib kelganman va eshitamiz. Birinchi sabab bozor to'ydi. Ya'ni bu o'yindan tashqari yana Talking Tom, Angela va shunga o'xshash Tom versiyalari juda ham ko'payib ketdi. Bu esa odamlarni zeriktira boshladi. Yangi raqobatchilar chiqdi. TikTok, YouTube, Roblox, Brawl Stars va boshqalar. Uchinchisi esa qo'rqinchli videolar obro'ga putur yetkazdi. Ya'ni YouTube'dagi fake horror videolar. Odamlar ularni ko'rib ishonishdi va bolalarga bu o'yinni qaytib o'ynatishmadi. To'rtinchi sabab esa bolalar auditoriyasi o'zgardi. Yangi auditoriya boshqa turdagi o'yinlarni xohlaydi. Masalan, Minecraft va shunga o'xshash o'yinlar. Bu o'yin ham chiqqaniga ro'pparasi 11 yildan oshmoqda. Siz bu o'yinni o'ynaganmisiz? Kommentariyada yozib qolishingizni so'rab qolardim va videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan o'yinlar tarixi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha kattakon rahmat.